Do'stlar bilan biz bir yig'ilsak berlar qop va'da. Telegram gruppasi avjida, hamma o'zicha she'r. Dacha mendan, kabob mendan deb qilar g'ulg'ula. Uyda bizni mol emas, Sherxon xonimlar kutar. Dacha deb og'iz ochsak qoshu qovoqlar yutar. Ertasi kun tong otar, gruppalar jimjit bo'lar. Hech kim kirmas Telegramga, jimlikdan ko'ngli to'lar. Telefonlar bezvuk holat, yo'q darak, yo'q sado. Va'dalar qop edi, endi hammasi ado. Uyda bizni mol emas, Sherxon xonimlar kutar. Dacha deb og'iz ochsak qoshu qovoqlar yutar. Sababi ham barchaga kundek ravshan, aniq tiniq. Uyga kirganimiz zahot o'zgarar bizdagi tiyiq. Sherxon xonim kutadi, qalbimizda bir xavotir. Dacha degan xayolni qo'ya turamiz oxir. Uyda bizni mol emas, Sherxon xonimlar kutar. Dacha deb og'iz ochsak qoshu qovoqlar yutar. Uyda bizni mol emas, Sherxon xonimlar kutar. Sherxon xotinim kutar, dacha armonda o'tar. Aytib o'tish joiz, biz erkaklar ayolimizni hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun aytganini qilamiz. Biz aslida qo'rqmaymiz, biz faqat hurmat qilamiz.